Assalomu alaykum hurmatli Manchester United muxlislari. Sizlar bilan yana biz Tashkent Reds, Komil Shohrux aka Akmal. Arsenal ustidan mehmonda Emiratesda ishonchli desam bo'ladi, g'alabaga Manchester United erishdi. Ishonchli deganimki, hisob 2-2 bo'lgandan keyin baribir jamoa sabratsiya qildi deydi-yu va g'alaba golini urib g'alabaga erishdi. Bugun shu o'yin haqida mazza qilib bir gaplashamiz. Juda ham ko'p gaplar bo'lyapti. Ikkita Manchester City va Arsenal ikkita kuchli jamoaga qarshi o'ynash baribir qulay. Ko'p blogerlarni ko'rdik, eshitamiz, o'zimizning o'zbek sharhlovchilar ham kommentariyalar ko'p berishdi. Yotadigan jamoalarga qarshi ikkinchi nomer bo'lib o'ynaydigan jamoalarga qarshi Manchester United aniqrog'i Carrick qanday o'yin ko'rsatar ekan, himoyani buzib kirib kerakli natijaga erisharmikan degan savollar ko'p bo'lyapti. Shular haqida bugun gaplashamiz. Ketdik. Shohrux aka, Manchester United Arsenalga qarshi Londonda Carrick ikkinchi o'yinida chiroyli bir g'alabaga erishdi. Hamma ko'tarinki ruhda, hammani tabriklaymiz. Bu qanaqadir bir o'zgarishlar bo'lyapti jamoada. Baribir sxemani o'zgargani, jamoani ko'rsatayotgan o'yini jonini berib, baribir bolalar harakat qilyapti. Masalan, Amarim paytida Kobe Mayno asosiy tarkibda o'yinlarga chiqmagan bo'lsa ham, ikkita o'yindan beri eng ko'p yugurgan, eng ko'p jismoniy bir harakatlar qilgan o'yinchi masalan bittasi. Baribir mana Dorguga ham ko'z tegdi. Afsuski, Dorgu 2,5 oyga 10 haftaga jarohat olib chiqib ketibdi. Ofitserli anaqasi chiqmadi-ku. Chiqmadi, no hidi kelyapti. Yana hozir o'rganishlar o'tkazilayotgan ekan. Payi anaqa nima ketib qoldi. Tozimi? Toz payi, orqa payi. Pedro emasmi? Payi ketgan. Suxajiylar deyapti-ku. Ketgan deyapti. O'shanga o'ylaymanki, hozir Carrick endi Dorgun o'rniga boshqa bitta variantlarni o'ylaydi. No, aytmoqchi bo'lganimki, Arsenal bilan City o'yinida bir xil tarkib bilan chiqdi. Qanaqadir Carrick asosiy tarkibni shakllantirgandek bo'luvdi. Mana Dorgu hozir afsuski jarohat oldi, lekin City bilan Arsenalga qarshi asosiy tarkib bir xil asosiy tarkib bilan chiqqani o'sha qanaqadir bir asosiy tarkibni shakllantirgandek ko'rinyapti-da. O'shanga hozir endi bu Dorgusiz jamoani ko'ramiz, qanaqa nima bo'layotganini. Menga keyin yana xursand qilayotgani, mana Matheus Cunha asosiy tarkibda tushmayotgan bo'lsa ham, ikkita o'yinda ham tushib, natijaga o'z ta'sirini ko'rsatyapti. Baribir bu ham endi maqtab qo'ymasak bo'lmaydi, ko'z tegmasin. Albatta, Michael Carrickka baribir bosh biramida qilayotgan o'zgarishlari o'yinga ta'sir qilayotgani juda ham xursand qildi. Negaki Arteta kecha ikkinchi taymni почти boshida 10 minutdan keyinmi 4 o'yinchini tushirdi, zaminalarga qilishga tushib ketdi, lekin qanaqadir o'zining nafini bergani yo'q. To'g'ri, burchak zarbasidan, uglovoydan baribir gol urishdi, o'zining golini-ku, lekin qanaqadir o'sha durnoy gol urdi, lekin qanaqadir o'zligi bir taktik yoki qanaqadir pozitsion bir hujum orqali baribir Senelamsga muammo yaratgani yo'q. Aytmoqchi bo'lganimki, baribir Artetaning yurishlaridan ko'ra Carrick yurishi ko'proq naf berdi va u zaminaga tushirgan o'yinchisi natijani yaratib berdi va jamoa g'alaba qozondi. Keyin Dorgun o'rniga Sheshko tushganda ham men xursand bo'ldim. Qaysi ma'nodaki, Ruben Amorim paytida jamoa qanaqadir yotib olardi-da. Bitta natijaga masalan 2-1 edi shot. Zamina paytida masalan himoyaviy o'yinchini tushirmadi, qanaqadir bir Ugartemi yoki qanaqadir yana bitta Euroma kimnidir tushirib, masalan Amorim o'yinni natijasini saqlab qolishga harakat qilardi, hech o'xshamasdi. Lekin Carrick
atakuyushi, o'sha hujumkor o'yinini davom ettiryapti. To'g'ri, ikkita o'yinda balki omadi kelgandir, no baribir shu narsa qanaqadir Manchester Unitedga o'xshayapti-da. Unitedda o'sha biz yaxshi ko'rgan, bilgan Unitedga o'xshayapti va menga shu narsalarni juda ham xursand qilyapti. Nima deysizlar? Qonunlar. Rahmat, Akmal. Zo'r kirish qilding. Manchester United muxlislarini tabriklaymiz albatta. Zo'r o'yinlar bo'lyapti. Oxirgi ikkita o'yin kayfiyatimiz tushib ketgan bir paytlarda shu Amarim ketgandan keyin Amarim ketadi deb kutmayotgandik albatta. Jamoa yaxshi o'ynasa, любой murabbiyni biz qo'llab qoldingiz. Kim bo'lishiga qat'iy nazar, Amarim bo'ladimi, Ten Hag bo'ladimi, Jose bo'ladimi? Manchester United murabbiyni qo'llab qoldingiz albatta. Kerik keldi, endi hamma hozir shu Oleni kelganini eslashadi albatta. Shu Ole keldi. Yengil qanaqadir endi yaxshi kayfiyat demayman-ku, yomon kayfiyatni natijalar hisobiga balki o'yinchilarning kayfiyati uncha yaxshi emas edi, lekin shu qanaqadir свежий глоток, свежий воздух, Kerik qanaqadir o'zini nimasini kiritdi, hali taktikaviy yo'q qanaqadir falsafa qilib o'zini o'sha Middlesbroughda qayerda murabbiylik qilgan bo'lsa, uni olib kelib mana shuni o'ynatmoqchi bo'lyapti davomiymiz albatta. U hozir ko'ryapti kim qaysi pozitsiyada o'yna oladi va qo'ldan nima kela oladi, shuni ko'ryapti, lekin va katta o'zgarishlar ham qilmayapti. Mana shu Dorguni ikkita o'yindan podrad tushirib o'ynashi, Dorgun o'shanda o'ynab kelyapti-da. Chunki Dorguni o'tgan ko'rsatuvda ham aytdik, Shohrux aka Akmal eslashdi. o'ng qanot flangoviy hujumchi bo'lib o'ynagan ekan o'sha Italiyada ham, o'sha jamoasida. Shunga albatta u endi tushgani o'sha balki jarohatlar, o'sha Afrikaga ketgan o'yinchilar ham yordam berishgan bo'lishi mumkin, to'g'ri. No, fakt что Kerik hali katta bir o'zgarish qilayotgani yo'q. Albatta shu jamoada shu pozitiv shu nimada yutuqqa kurashish degan narsa bor, o'sha g'alaba qozonish degan narsa, o'shani yo'lga nima qilib qo'yyapti, молодец, bolalarni nima, lekin katta taktikada nimadir o'zgarish qilganini ko'rmadim. Kechagi o'yinda uni ekspertlarni ko'ryapmiz, hozir kecha o'tgan kuni Yevropada, Rossiyada ekspertlar, futbol analitiklar gapirishyapti. Arsenallar xatolarini hisobiga Arsenal o'zi yutqizib qo'ydi deb gapirishdi. Ikkita joyda ko'rdim. Bu narsaga qo'shilmayman. Xato qilayotgan bo'lsa, kimdir uni o'sha xatoga majburlayapti-ku, to'g'rimi? Arsenal 90% bosim qilgani yo'q-ku, to'g'rimi? Unitedga qaytargan bo'lsa, Rams 2 marta qaytardi. To'g'rimi? Men ikkita durnoy gol kirib ketdi. Men endi bu yerda standart Arsenal o'zini kanyuklaridan hisoblanadi. Bir marta o'sha Dorgu birinchi gol o'tkazib olganimizda Dorgu kalla qo'yayotganda shuni uglovoyga kalla qo'ymay, tepaga kalla qo'yib olganda shunda gol bo'lib ketdi. Ikkinchisini edi вообще durnoy gol. Shunga men o'ylayman, hech qo'shilmayman u fikrlarga, o'sha ekspertlar fikri, что Arsenal zo'r o'ynadi, Arsenal zo'r o'ynagani yo'q. Opki детский ошибкаlar, не только nima edi, himoyachisi Gabriel, yo'q, o'zi Subimendi. Не только u jamoaviy xato deb o'ylayman, uni hozir nima qilishyapti, что Dorguni ham ushamadi, birinchi golda ham parod qildi, keyin вообще zaminaga o'tqizdi. Men o'ylayman, umuman Arsenal o'zi jamoaviy xatolar yo'l qo'ydi. Endi to'g'ri kimdir aytishi mumkin, omadi keldi. Unaqa golda boshqa Dorgu tepsa, keyingi o'yinda yana 10 ta o'yinda tepa olmaydi. Yo'q, Kunga misol uchun 5 tadan keyin tepganda kirib ketishi mumkin o'zi va darvozani poylashni o'zi Dorgu misol uchun u ham odam-ku, Kunga. 5 marta tepsa ham misol uchun o'sha burchini poyla olmaydi. Hop, u ham endi nima deydi, vizyot kому кто везет deydi o'rishada, kim o'shanga menimcha hamma narsa haqli, qanaqadir boshqa fikrlarga umuman qo'shilmayman. Arsenal muxlislariga ham o'tgan gal yozdik, gapirdik albatta ko'rsatuvimizda, что chempionga yaxshi, zo'r o'ynayapti, boshqa qilyapti. No, kechagi Arsenalni Kerik ikkinchi o'yin kelyapti Manchester Unitedga va Arsenalni uyida 121 ta o'yin o'tkazmagan, 5 ta o'yindan
3 ta o'yindan biri va umuman hech kim darvozaga tepmagan Arsenalni borib 6 marta tepdi, 3tasi gol kirib ketdi. Menimcha bu g'alati. Endi savollar bor. Albatta bu qiyin hozir bitta o'yinda Arsenal chempion bo'lmaydi deyish oson. No, menimcha Arsenalda sal muammo bor deb o'ylayman. Kecha o'yin o'sha narsani ko'rsatdi. Va albatta biz xursand bo'lamiz, shu o'yinchilar gol uryapti, o'yinchilar xursand, o'yinchilarda qanaqadir pozitiv ochilyapti, balki keyingi o'yinlarda bundan ham zo'r yaxshiroq o'ynashga. Lekin sxema taktika kelganga kelsa, agar shuni gaplashsa, hali menimcha Karik oxirigacha ham o'zini nimasini ko'rmayapti deb o'ylayman. Lekin shuni ushab turadi, lekin oxirigacha ham boradi menimcha, chempionat oxirigacha. No, balki yangi o'yinchilar keladi yozda, transferlar, ikkita polshachni обязательно olishimiz kerak, Kazimirolar kelsa deb. Shunga balki boshqa qanaqa rollarni to'g'risini desam o'zi Akmal aytdi, Maynoni nimasini o'ynaganini, yo yaxshi zo'r chop yo'qdi, faqat menimcha uni yana boshqacharoq o'ynatish mumkin, ko'ramiz keyingi o'yinlarda, yengilroq o'yinlarda. To'g'ri, Kamol, juda ham to'g'ri aytasiz. Maynon haqida ham men fikrimni bildirib ketaman. O'sha o'yinga hamma o'sha gaplarga qo'shilaman, ikkala o'yinlarni juda zo'r o'yin bo'ldi. Biz o'zi har doim aytamizku, biz 15-o'rinda bo'lamizmi, 3-o'rinda bo'lamizmi, biz Unitedmiz, Arsenal har doim o'zi ancha bo'ldi, Arsenal yutmaganimizga, Flamersda ham, Old Traffordda ham yutmayotgandik anchadan beri. O'sha narsa juda ham katta bir qanaqadir men uchun endi oldin ko'rsatib aytdinglar-ku, siz uchun qanaqadir asobiniy o'yin-da, men uchun asobiniy o'yin bo'ldi, qanaqadir juda ham dahshat emotsiya bo'ldi. Даже so'z bilan tasvirlab bo'lmaydigan emotsiya. O'sha Unitedni butun dunyoda Kamol aytgandek muxlislarga xursandchilik olib keldi. Endi savol tug'iladi, bundan keyin nima bo'ladi? Bundan keyin qanaqa o'sha Akmal ham to'g'ri aytdi. City, Arsenal ochiq o'yin qiladi. Past bo'lib o'ynagan komandalar bilan nima qilamiz? Uning uchun men o'ylayman Sheshko bor. Sheshkoni ishlatadi. Karik o'shanga boya Kamolning gapi, sen aytayotgan gaping ham o'sha Arsenalni xatosi degan gap, asosan shu Arsenalni blogerlar gapirdi o'sha. Yo'q, nidok Arsenal. O'sha Asami Belay Ukraina ham gapirdi. Arsenal o'zi xato qilmaganda Manchester United yutmasdi deyapti. Tushunasizmi? Men shuni Arsenalni o'zi hech narsa qilgani yo'q. Arsenalni o'yini o'xshamadi o'sha kuni Arsenal o'yini o'xshamadi. Gol bermadi. Hozir men gapirib olib, gapni gapira olmayapman, bo'lyapsizlar. Arsenalni eng katta muammosi hozir ularda o'yin ko'p, seçkin ko'p o'yin bizga qaraganda. Masalan, Manchester Unitedda bitta APL o'zi qolgan. Arsenal bizdan o'yindan oldin Inter bilan o'ynab kelgan edi. San Siro'da Inter 3 ta gol qarab kelyapti. 3 ta gol urib kelyapti, yutib kelyapti Inter. Inter kim? Endi Italyan chempioni. O'shadan ko'p gapirishyaptiki, Arsenal charchab qolgan. Ani bitta o'zi o'sha komanda to'rtta frontga kuchini tashlayapti. Bu noto'g'ri narsa deb o'ylayman. Hozir Arsenal kuchi yetmaydi deb o'ylayman. Nimaga? Chunki o'sha sizlar aytganingdek, Arsenalning asosiy yana bitta muammosi o'sha o'rtada bitta yaxshi po'zlashnisi yo'q, gol uradigan, oxirgi pas beradigan hujumchisi o'zi gapirmayapmiz. Mana Saka 8 ta o'yindan gol urmayapti. Go'kirishni bilamiz, gol urmayapti Go'kirishdan. Kim gol uradi? Merino ham o'sha Akmal aytgandek standart, faqat standart. Arsenal eng katta muammosi charchash bilan ikkinchi muammosi Arsenal faqat standartlarga 70% standartlarga bog'lanib qolganda, o'yinda 17-o'rinda turar ekan, o'yinda gol urishi bo'yicha. O'yinda ular urmayapti, kam urishyapti. Chempionat bo'yicha 17-o'rinda turishibdi. O'yin payti gol urishi bo'yicha. Bu katastrofik narsa, chunki o'sha chempion o'zini bunaqa aytayapti, muxlislar chempion bo'lish uchun bu o'yin kam. Lekin biz bilamiz City'ning ahvolini ko'ryapmiz, Liverpoolning ahvolini ko'ryapmiz misolda. Lekin o'shaning fonida hozir agar taqqoslasa, Arsenal hali ham chempionlikka katta shansi bor. Vaholanki nechta tur qoldi? 13 tur qoldimi? 15 tur qolgan bo'lsa, 12 tur qolgan. 12 turda hozir katta kanallar o'ynab bo'ldi. Katta kanallar hammasini pashda o'ynab bo'ldi. Kalendarlar oson. Lekin shu muammosi boshida bu miyasida shu psixologik bosimni ko'tarish endi Arsenalning qo'liga tushadi. Davleniya katta bo'ladi Arsenalda. Chunki faqat yutish kerak. City qulab kelyapti demaymiz-ku. Trammada o'yinchilari ko'p. Gehi qayt safga, Gehini sotib olishdi. Shu sentrda o'ynatishmoqchi, muammosini hal qilaman. Husanov bor, mana Husanov yaxshi bo'lyapti. Yaxshi formaga kiryapti. Arsenal konkurent City kim? Boshqa odam, boshqani ko'rmayapman. Villani ko'ryapmiz. Villada ham ikkita o'yin ketib qoldi. Kamara bilan
yana bitta anavi pozitsiyasi belgiyasi ketib qolibdi travmaga pozitsiyasida. Tilemans ketib qolibdi kamera bilan. Endi o'rniga Douglas Luiz otgan ekan. Olgan bo'lsa Arsenal qilayotgan komandalar qanaqadir optimal safda komandalar emas-da. O'shanga Arsenal muxlislarini chuqur nafas olishga chaqirgan bo'lardim. Hali ham chempionlik katta shansinglar bor. O'sha Unitedga kelsak, Karik Komol gapiga qo'shilaman. Karikka hali biz hech bor deya olmaymiz. Qolgan o'yinlarni ko'ramiz. O'sha xarakterini Komol gapiga qo'shilgan tarzda Karik komandada xarakterini ham uyg'otdi. Xarakteri o'sha qulab qolgan qanaqa bir spyashi bolalarni uyg'otib desak bo'ladi. Lekin Amarimni ham biz mehmonda Liverpool yutgan edik, Cityni ham yutgan edik. O'shanga Karikka omad tilaymiz. Qani ko'ramiz bu yog'iga. Ana endi bu yog' qiziq bo'ladi. Dorgu ham ketib qoldi. Mana Dorgu 2 oyga ketib qoldimi akbar? 2 oy ketib qolgan bo'lsa, Dorguning o'rnida kim o'ynatadi degan savol tug'iladi. O'sha savolni bir hozir analiz qilsak. Nima deysizlar? Dorguning o'rniga kim o'ynatsa? Siz aytganingizdan keyin Arsenal o'yinlarini qaradim. Qiziq bo'ldi deb. Siz aytgandan keyin. Tottenham bor ekan, Tottenham mehmonda bor ekan, uyda Chelsea bor ekan, Brightonga borar ekan, Cityga borar ekan. Akmal Shu. Brighton sen yetmoqchimisan, chempion bo'lmoqchimisan? Chempion bo'lmoqchimisan? Yo, Shohroga уже Kстати, men qaysiman yetaman. Arsenalga anaqa kalendari oson deganlariga rostdan ham shunaqamikan? Chempionlikka shansi qiziqdi-da. Rostdan ham anaqasi kalendari unaqacha og'ir emas ekan. Yeta olamiz. City agar konkurent desak, Tottenham biz bilamiz. Arsenal qachon yutdi Tottenham og'ir emasda. Tottenham plennik. Men hozir Arsenalga o'tib ketamiz, United temasdan. O'sha blogerlarning o'sha gapi, yana o'sha Arsenalni o'sha qo'llab-quvvatlagan kanallarda o'sha streamlarda gapirayotgan odamlarga o'sha Unitedni o'sha aytganda ошибкасы deyishdi, u deyishdi, bu deyishdi. O'sha Subimendi ham o'sha Zbon Ispaniyaning o'yinchisi-da. Zbon Ispaniyaning o'yinchisi. O'sha kim yana hammasi почти сборникlarda. O'shanga United majbur qildi Arsenalni xato qilishiga. Va shu bilan birga o'sha Dorgo to'g'risidan, Mbembo to'g'risidan biz o'zimizdan Mbemboga 60 million bermaganmiz. Dorgoga 40 million sanamaganmiz. Ana ko'chada yotgan Fotosotning o'yinchilar emas demoqchiman. Ular baribir o'zini ishini etish kerak. Ular professional-da baribir o'zini gol kirib ketadimi, kirib ketmaydimi? Oldinga qarab shu Akmal aytgandek, orqaga emas, oldinga qarab o'ynasa baribir chiqaveradi. Qo'rqmasdan oldinga qarab o'ynash kerak. Shohroga bitta savol sizdan bilmoqchi edim. Komol уже aytdi bu haqida. Manchester United omadi keldi. 3 gol ham birinchisi Arsenal o'zi sovg'asi, ikkitasi tepdi, kirdi, 100 marta tepsa urolmasdi. 0.03%. Kunga uroliydi lekin. 0.05%mi XG bo'lgan ekan. To есть golli gol bo'lish va anaqasi вероятности juda past edi. Menga juda qiziq bo'lyapti Shohrux aka. Manchester Unitedda faxriy anaqasi. Oddiy muxlislar. Nima deb o'ylaysiz? Yo'q, omadi keldimi Manchester United? Yo'q, omadi kelmadi. O'ta o'sha klass bilinadi, mana klassning o'yinchilar. O'sha Mbembo misol uchun mana o'zingiz bilamiz o'zimiz. Mbemboning boy goli. O'sha gapga eslashdi. O'sha Subimendining xatosini eslashdi. Nimaga Subimendiga kim pas berdi? O'sha anaqa Saliba qaytardi, Subimendiga pas oshirdi. O'sha Saliba ham orqaga oshirishga majbur qilishyapti. O'sha yerda Mbembo tayyor edi. Bitta shans o'tdi. Mana Subimendining o'rniga o'zi Subimendi kim? Subimendi bilan Odegaard Arsenalda eng ko'p to'p bilan yaxshi muomala qiladigan o'yinchilar. To'g'ri. Muomala qilgan o'yinchilar. Hozir undan Raisdan texnichni, Subimendi misol uchun, Odegaard kilo texnichni, kim yana Merinodan kilo texnichni, ulardan ko'ra bunga misol uchun o'yin oldi, mana shu kim texnichi, mana shu deyilardi. Subimendining xatosiga majbur qildi, Mbembo majbur qildi. U yog'i deli texniki. Qolganga o'sha ana tushib qolganni ko'zini yutib banglatmadi, zamoqda ovotdi varatardi. O'ta xilanda Krovya bu o'zidan o'zmas. U Bredfordda 20 tadan oshiq gol urgandi. U Mbembo. To'g'ri. Rikoshet bu kirib ketmayapti. Arsenalga o'xshab standartdan jinni gollar urmayapmiz misol. 5 ta gol o'zimiz urdik o'zi. Arsenal gol urgani yo'q.
To'g'ri. Ana uni Martines pyatkasiga tegib ketdi, bu yerda o'ziga o'zi tiqdi. Kunyani 5 ta gol o'zimiz. Dorguga kelsak, Dorguga kelsak, Dorgu Cityga ham urib, Dorgu o'zi oldingi kursda aytdik, winger-da. Biz amaliyotda uni lateral ko'radi, lateral u joyda ko'rardik, u orqani ham atrobotga qilardi, zashniga, levi zashniga o'xshab o'ynaydi. No, hammaga yaxshi ekan. Hammaga yaxshi. Shu agar tuzuv bo'lsa, bemalol tuzuv bo'lsa, shu agar sog' bo'lsa, chapda nima qilsa bo'ladi. O'sha Dorguni goli ham endi o'zi futbolda nima qilish kerak? Tepish kerak. O'zi tepsang gol bo'ladi, tepmasang qatdan gol bo'ladi. Twitterda qiziq narsa yozishdi, как Bruno ham o'zining ishini qilyapti. Avvalambor sxema taktikada ham mazga bo'lyapti. Hamma o'zining ishini qilyapti. O'sha Bruno hujumda yuribdi, opornikda emas, yaxshi ko'rgan ishini qilyapti, darvozaga deb qo'yapti, обострять qilyapti, razgonять qilyapti, fasli beryapti. Shu Dorgu aytgandek, lateral emas, himoyada atrobat qilmayapti, hujumda yuribdi-da. Amadam shu-da, Amadam oldinroq yuribdi-da, orqaga endi agar nimadir o'zgarsa, o'sha transformatsiya o'zgarayotganda qaytmasa, Amadam полностью oldinga tashlaydi deyapti-da endi. Orqada faqat shu Show, Maguire eng rol Maguire umuman ikkinchi taraf yeb qo'ydi o'sha kuni, umuman bergani yo'q, korol bo'ldi. No, hujum boshlashda omadimiz bor, Karikka omadi bor. Что Lisandro Martins vaqtida keldi. Hamma hujumlar Lisandro Martins orqali tashkil edildi. Tashkil edildi degani raqib pressingni buzishda qo'rqmasdan uverda bo'lib, kerak bo'lsa itarib, so'kishib, talashib. Birinchi pas juda katta rol o'ynaydi. Maguire bilamiz, ikkinchi etajda zo'r, boshqa pasda ham zo'r o'ynadi Maguire. No, lekin birinchi pasda o'sha Martinesni hujum boshlashi вообще krasava. O'sha aytayotgan oyoq qaltiramaydi. O'sha utib yiqitib, bashasiga Dökrush bashasiga qo'li bilan urdi, Jesus boshiga musht qildi-yu, Lisandro. O'sha narsa, biz ko'p gapirardik-ku, keyin shu gap ko'p gapirardik. Katta derbilarda, City bilan o'yinlarda, Liverpool bilan o'yinlarda o'yindan keyin kulishib, formalar almashtirib, mana quchalab chiqib ketishadi. Bu nima bu ahvol? Bu nima bu derbi? Lekin hosil etayotgan narsa buni urishi, kerak bo'lsa tirsaga berishi, mana haqiqiy Unitedda basharasi shunaqa United bo'lgan hol. Ferguson United shunaqa bo'lgan. Raqibi ayama, tem bo'lib, Arsenalni oyog'ini chop. To'g'risida, mashaqa o'ynash kerak. Yo, ana boyagi momentda Lisandro o'sha birinchi golni xatosi, men xato desam demagan bo'lardi. O'sha xatdan tez uchib kelyapti-da, ko'p. Nima qiladi? Reaksiyasi. Chotidan ana kim urvardi? Timber urvardimi? Timber urvargani. O'tda ham lekin o'zi Arsenal ham omadi keldi-da, o'shani poludar, polu prostrelda bu Kopto Martinesga tegib kirib ketganda. Va qo'liga tegan vaziyatda, o'sha Maguire yo'q. Arsenal o'zlarini faxriy fanaqalari aytayaptiki, fanatlari Maguire qo'liga tegan yo'q, penalti yo'q deb qanaqa u yiqilyapti, qanaqa yiqilsa, boshi bilan yiqilib, boshi bilan bitta narsa qiziq. Arsenal standart vaziyatda boshlayapti, uglovoy emas, shtrafnoymi. O'yinchilarning yarimidan ko'pi Lamins turadigan joyini shunaqa 2 marta bo'ldi. Lamins darvozaning ichida yurdi. Vratarskiyda. Ham o'sha qirib ketdi-yu, o'ltirib. Это вообще законно, deydi-ku. Shohroqga so'raysan. O'ltirib o'zi haqib qoldi. O'zini o'yinchini ham yutarib yuboradi, kerak bo'lsa. Hozirgi paylar bo'yicha mumkin ekan bu narsa. Darvoza yo'q joyida, bilmayman, yurtni ichkarida qandadir. Yaxshi ana Wenger aytgan pravilasini yo'lga qo'yishmadi. Offside bo'yicha. Itarishga haqqi bor, to'g'rimi? Kurashga haqqi bor, Lamins. Chochini kalga bo'yib, erakas qilib, urib, strashniy qilish kerak edi, ana Rojber Rushtuga o'xshab. Anana bilan. Ja, skromniy-da. To'g'ri, intelligent, o'rganadi, Kamol o'rganadi. Ketyapti-da, bilaman, qo'lda yetadi, kuchi yetadi. Ananaga qarang, ananani ham yo'q. Ananaga qaraganda yaxshiroq-da bu xitda. Yo'q, o'sha gap o'yin payti san aytding shu narsa. Bir ikki marta parod qildi-da, bilmayman. Qaytarib o'shani men uverni bo'lib qaytarib yuborsam, u ham opitdan kelib chiqadi-da. O'rganadi, yoshlar. Ну не против Arsenal-da, Arsenal номер 1-ku. Ananani payti ko'p gol yeganmiz shunaqa paytda. Anana chiqmas. Asosiy gap shu. Butun United eng ko'p o'ynagan o'yinchi ekan Unitedga. Hamma o'yinda o'ynadi. Ko'z tegmas. Tram bo'lib qolsa, hamma o'yinda o'ynabdi. Lekin olingan Mayni to'g'risida men yana sizlarga anaqa qilgan bo'lardim. Mana to'g'ri kimdirlar meni so'kishi mumkin, nima deyapti deyishi mumkin. Mayni to'g'risida
Mayno to'g'risida men o'zim fikrimni aytaman. Mayno City bilan ko'p chopdi. Arsenal bilan ko'p chopdi, lekin faqat chopdi-da-yu. Faqat chopdi. Men xohlayman o'sha boya Kamol aytdi, yana Maynodan boshqa harakatlarni kutamiz, lekin chopgani hali hisobimiz. Oddiy to'g'ri eng ko'p chopyapti ikkita o'yinda. Shu chopganning o'zida yana o'sha biz eslaydik, ko'p kritika qilar Akmal san bilan o'sha 180 ming funt so'ragani. Xuddi o'sha agar Karik sistemasida o'rniga, Maynoning o'rniga Ugarte ham chop berardi menimcha. Faqat chop ber, o'sha chizgan chizig'idan chiqma. Saperning asosiy playmakerlarni bo'q o'rtada opora chiqib. Lekin 3-golda ishtirok etdi. Qatida o'zi bilan olib qochib ketdi. Kunyani golida. Mayno, Bruno, Kunya, Bruno, Dorgo, Bruno. Kunyani asosiy ahamiyat bergan bo'lsa-da, o'ta kim men to'g'ri. O'sha payt shunaqa bo'ldiki, biz o'yinni ko'ryapmiz-da, mana Kamol boy, sen tadbirda eding, ko'ryapmiz, shunaqa moliy bo'lgan bir epizodlar ko'rolmay qoldi bir epizodlarni. Lekin o'tda kuch o'ynasa, men Sheshko deb bilaman. Sheshkoga pas bo'ldi, Sheshko korpusda ushab oldi, ikkitasini olib kelib berib Kunyaga. Kunya o'sha golni Angliyada birinchi o'yin turar ekan, 7 ta gol ekan, 7-chi gol ekan. Uzoqdan tepish bo'yicha. Planshetni jarima maydonini tashqarida urgan yagona futbolchi 7 marta urgan ekan. Ha? Dinamikada juda tez. Lekin Kunya tepgani, ana tennisda Roger Federer buchiga so'qirdi-ku uni. Shunaqa tepgan. O'tda Kunyani tep qoldi, tushib qoldi. Ko'ngilda. Hop, o'sha Kobe Mayno berishdan oldin Kunya o'sha ikkita Gabriel Marianis bilan Salibani oldidan chiqargani gap bo'lishimiz. Men Kunyaga ham rahmat, Maynoga ham rahmat. Yo'q, men kamchilik. Yo'q, to'g'ri. Yo'q. To'p shunaqa, yo'q, конечно, xohlaymiz agar Mayno zo'r bo'lib ketsa, idealniy, super pozashniy bo'lib ketsa, men 200 ming haftada oldindan chiqib turib Kстати, o'sha transfer yopilgandan keyin Maynoga yangi kontrakti ustida gaplasharkan. Ha. Boyaga gap Kunyani o'xshab qoldi, Dorgoga o'xshab qolgan gaplar bor. Kunyani o'xshab qolgani degan gapni Arsenal yana men ko'p bilan ko'rdim, kuzatdim, bunaqa streamini. Aytayotdiki, Raya o'tib noto'g'ri pozitsiyalangan. Mayno Raya varotan darvozani yo'qotib qo'ydi, noto'g'ri pozitsiyalangan. U o'rnida qolib ketdi u. Ancha o'rnida qolib ketdi. U o'tib kechirasi, ya'ni Kurtuva bo'lsa ham qo'l yetmasdi. Shunaqa. Endi to'g'ri, Kunya Ispaniyada qildi. Aytdi-ku, blижнеga tepmoqchi edim-da, keyin dalniga himoyachi turibdi, ko'rinmayapti ana. Kopni qaqatda qispat o'yinchining tegidan ketyapti. Aylanayapti unaqa. Lekin men ham gol kirganda shuna birinchi paftor o'zida qaradim. Raya yo'qotib qo'ydi. Yo'qotib qo'ydi. O'shani tasdiqlash, tan olishdi. Ya masтерство-da Kunya, masтерство-si. Albatta, o'sha chamalab uryapti. Men durnoy gol emas demoqchiman deb. Da. Bunaqa momentdan bo'lsa shu to'g'ri uradi. Birinchi marta ko'rdim Arsenalda uyida, necha yil bo'ldi, hozir eslayaptidingiz. Birinchi marta do'diramadik-da bor. Oxirgi marta shu Tanspol deb kulmaylik faqat. Jesse Lingard uchun Tanspol hozir yozyapti ham edi. Nima edi stadionni oti bilan? Emirates Tanspol, Jesse Lingard endi Kunya o'ynayapti ish qilib. Oxirgi marta o'sha o'yinni o'shandan keyin qanaqadir New Orleansda o'ynaydik-da baribir bor. To'g'ri, buni ham aytish. Qo'rqishdan emas gap. Bilmayman nimadir. O'zi qora formada biz qachon o'ynadik oxirgi marta? Ten Hag bilan anaqa faqat oq formada o'ynadik. Ten Hag esimda bo'lsa o'sha licha kalada urgan payti borki, 3-2 tutqizganimiz. O'shanda ham oq formada o'ynaganmiz, qora formada yutgan ekanmiz, pastaganda Feymersda. Keyin yana bir narsa, Arsenalga qaraganda bizda bosim kamroq edi. Yo'q, shuni gapiryapti hamma, что yo'qotadigan narsamiz yo'q-ku. Hech narsa yo'q. City bir qonni yutuvdi. Arsenalga davrini bo'lyapti. Lekin siz eslagan Liga Chempionlar, Kubok Angliya, Liga Kubogi faktorlari bor-da. Bor albatta. Leeds bilan o'ynayotgan, keyin Chelsea bilan o'ynayotgan. Liga Kubogida o'ynaydi. O'yini ko'p-da. Juda ham ko'p. Bularda eng katta muammo shu hujum chizig'ida bir yaqqol gol uradigan to'purari yo'q edi. To'purari Arsenalda. Mana misol zamindan tushyapti gol kirish, gol uradimi yo'q bilmaysan deb tushyapti bu. Tepor, chetga tepordi, birga chiqib. Tepomadi. O'shanga o'zi Sheshkoni olmoqchi bo'lgan-ku Arteta. Ololmagan va natijada biz ilib ketdik. Nisibe Niluyim degan narsa ham bo'ldi. Men o'ylayman Fuxm bilan men o'ylayman Sheshko tushadi.
Как раз Old Trafford yotib Sheshko'da yotib oladi Fulham. Yotib oladi, Fulham yotib oladi. Hozir Dorgu travma oldi-ku. Uni o'rnini Kunya egallaydimi? Yo'q, menimcha Dalotni qo'yadi o'tga. Dalotni chapga qo'yib yuboradi-da, winger qilib. Shuni o'rtasiga bu yoqqa Mazraoui turadi Muhammadning orqasida. Muhammadning orqasida Mazraoui, Dalot chapga ketadi. Dalotda endi Dorga o'xshab aldamchi harakatlar qilib tepa olmaydi-yu, lekin o'sha yerda ozgina flangasini qilib tursa kerak deb o'ylayapman. Anaqiga Sheshkoga pas berib turadi. Da. Agar o'zi Dalotni chapga yoqishlamaydi-yu. O'shanga hayron bo'lmanda. O'shani o'yin bo'lardi, chapni oylab, boshqa variant ko'rmayapti. Kim bu variant? Biz bilamiz, Kunya baribir unaqa chinloq emas-ku Kunya. Unaqa bo'lgan bo'lsa, yo'q, Dorgun o'rniga Sheshko tushadigan bo'lsa, Sheshko oldinga chiqadigan bo'lsa, Sheshko 9 bo'ladi-da. 9 bo'ladi. Bruno bo'ladi, Maynu bo'ladi, Kazimiro bo'ladi, Bemo bo'ladi. To'g'rimi? Ha, Sheshko 9 o'ta amadan bor hali. Lekin Bemo bor, Amat o'ynaydi o'ng tarafda. o'ng tarafda. Anu chap tarafda. chapda o'ynay oladimi? Bemo chapga o'tsa, unda Sheshko tushadi bo'ldi shu. Endi variantlar bor. Agar men bu o'ynasa, yo'q, Mount tayyor. Men u tayyor biz qanday sxemasida o'ynashimizga bog'liq. O'tda уже yotib olsa Mount kerak. Ko'p uni ko'ramiz. Mount kerak. Hozir nima deydi? Raqib pozolyat qilmayotdi. Siz aytganingizda mayli golda qatnashdi, uni umumiy anaqada ko'rinmadi. Endi ko'p keladi unga. Juda ko'p Pas bersin, mana zakashka bersin. Tepsin darvozaga kerak bo'lsa. Texnik o'yinlar qilsin Stenga. Menimcha Stenga ko'p bo'lsa, Stenga ko'p. Qo'shilaman gapingizga. Hozir mana Fulham bilan yoki o'sha qanaqadir ikkinchi raqamlar o'ynaydigan jamoalarga qarshi baribir ko'proq kreativlikni Maynudan kutib qolamiz. Orqaga Kazimiro qarab bersa, lekin u gap tushib keladi. Bruno bilan ikkalasi dirijorlik qilish kerak-da. Juda ham to'g'ri. Kazimiro va'da beribdi, Liga Chempionlar shu komandaga olamni olib berib ketaman deb aytgan ekan Kazimiro. Va'dasini ustidan chiqsa, amin. U endi agar Komil Ugarte tushishi ham mumkin, lekin bizda boshqa o'yin bo'lmagandan keyin bir hafta menimcha dam oldi, bemalol dam olishadi menimcha. Kazimiro ham nimagadir o'ylayapmanki, Ugarte kechki chalindi menimcha bu bolaga. Qanaqadir ishonmayman уже. U yog'iga Ugartega yengilroq chiqyapti. Eng zo'r narsa akman o'sha Licha bilan Maguire travma olmasi, o'sha ikkilovini siyostkasini ko'rib o'rayib qolgan o'yin. Chunki oqlayapti bular ikkilovi. Ikkita o'yin turib beryapti-da. Hozir Delift sog'ayadi. Delift Maguire o'rnini egallaydimi? Lekin Maguire yaxshi o'ynasa o'ynaturadi. Yo'q, Maguire bermasa kerak joyida. Joyin bermasa kerak Maguire. Qanaqa bor? Xeven bilan men yo'rgan aqolman. Yosh ikkilo menimcha bo'ldi, ular o'tirishdi endi. Famili bermaydi. Hali ham qancha o'ynab olishdi. Atrofga yaxshi o'ynamasdi. To'g'rimi? Shohroq aka, men o'ylaymanki, ular psixologik bunga tayyor. O'zi shunaqa rejada kelganida ham ular просто favqulodda asosiy tarkib o'yinchilariga aylanib qolishdi. Plus kuboklarni yo'qotdik-da. Vohli juda ham kubokda yo'qolmagan normal o'yin o'ynaganlardi hozir. Kamida bir 3-4 ta o'yinni yo'qotdik-da hozir. O'sha mana o'shanaqa qilgan o'sha ikkilovi va Sheshkoni ham o'sha yana o'sha gol urish anaqasiga tushsa yaxshi bo'lardi. Urdi-yu ketma-ket. Fletcher urdi ikkita golni. Fletcher urdi. Kстати, Karek intervyularida Sheshkoni maqtadi. Eng zo'r trenirovkada, mashg'ulotlarda eng zo'r o'yinchi Sheshko deb gapirdi. Kстати, Lamans bugun gapirib chiqdi. Eng qattiq zarba Sheshkoniki ekan. Sizlarga savol, eng qimmat 3 ta o'yinchimiz va nech pul? Tez faqat. 3 ta o'yinchi. Bu savol qiyin-da. Nimaga qiyin? Hozir shu komanda eng qimmat o'yinchimiz. Eng qimmat 3 ta o'yinchi, tez. Eng qimmati Mbemo, 100 million. Men bundan keyin Sheshko. 100 million. 100 million. Kunya. Nimaga Sheshko? Kunya 80 ming olsa kerak. Sheshkoni nechta olganmiz? Uni hisoblamang. Hozirgi holatini hisoblang. To'xtab. Sheshko yosh hali. Unaqa birinchidan unaqa hozir gollar reytingsiga anaqa qism sonchi. Yo'q, siz holatiga. Yo'q, holatdan kelib chiq. Hozir sonchi Brunoga 100 million bermaydi. Bruno zo'r-ku hozir 100 million bermaydi Brunoga. Tushsam, yoshidan hisob 100 million bering demayotganim yo'q. Yo'q, qimmat. Men bu yasna, men bu qimmat. Dorgun nech pul? Dorgun o'zi 40 millionga olgan bo'lsa, o'sha 20 millionga oldik. 40 millionga olganmiz Dorgunni. Bo'lib yo'q, 40 millionga olgan. Bo'lib berishgan, olasanga. 40 million yevro. Dorgun narxini tushirmadi pastga hali.
Amat ham 60-70 million turadi hozir Amat. Amat turadi. Kunyachi. Kunya ham bir 50 kerak. Oshganmi? Kunya O'zi o'zi 80 ga tortsa kerak. Kunya necha pulga oldik biz? 60 millionga oldikmi buni? 65. Hasan. Javob beraman. Qaz yo'q, javob beraman. Zablujeniya bor. Hozir ikkita o'yinga qarab narxni oshirib qo'yamiz, ularni. Bunga sezonga mavsum. Kunya Kunya sizda что 100 million. Kunya bilan Mbemoni 100% yeta olayman. 80 turadi ikkala hozir. Mbemoni 100 ham turadi. 100 turadi-da. Hozir Semenyo bo'ldi, Semenyo. Semenyodan kuchlimi bu? Savol san, qarshi savol. Juda kuchli. Qaysi qanaqa bo'yicha? Nima kriteriyalar bo'yicha? Fizika bo'yicha. Semenyo fizikasi yo'qmi? Bor. Ulatdi bir o'ta City'ga. Jonsam narxi 70 millionga oldi uni. 68 millionga oldi. Misolda. To'g'ri, masalan tushundim. O'sha men hozir bemalol Bembo, Kunya, Amat, Durgugan pul sanaganlar bor. Kechasi Lamis narxi oshdi. Lamis narxi oshdi. Nimaga? Shimay kelyapti. Kelgandan keyin bu bola sizlar seyflariga Ahmed to'g'ri seyflar qilyapti, bir xil gol yeyapti-da. Bir narsa deylar, bu himoyani ham kontrol qilyapti, himoyani ham. O'z san'atga oshirib, mana qildi deyotgan gaplar, joylari ham bor. O'shan hisobiga ham Lamis narxi oshdi. Endi o'zingga savol. Yo'q. Sanda qanaqa variantlar? Manda Bemo, Bemo. Brunochi, Maynochi. Bruno, Maynolar hech narsa qilmadi. Yo'q, Bruno to'g'ri, hozir men hozirgi Unitedni mana imla Karik Unitedni mana hozir men ko'p biz kritika qilamiz. Biz o'zi anavda gapirgan gapimizni gapirdiğimiz tan olamiz. Hech bir yolg'on gaplar unaqa qilmaymiz. Xatolar qilamiz. Hozir Karikki sastavida stilidagi o'yindagi Brunoga zamina yo'q. Hozir Brunosiz Karikki o'yinni tasavvur qilib bo'lmaydi. Yo'q unaqa o'yinsiz, Brunosiz. Lekin Amarimda Brunoni biz bilardik. O'sha minuslarni ko'rdik, to'g'ri, hamma o'zini joyiga qo'yib o'ynatish kerak degan gaplar bo'ldi. O'zini joyiga qo'ymayapti deyishdi. Muxlislar qo'ydi mana Karik. O'sha yana o'sha gap aytamanki, Brunoga sekin o'rin bosib topish kerak. Qidirib kerak sekin hozir. Hozirdan o'zi mixlab qo'yish kerakki, ertaga bu to'xta. Men unagim kelmayapti deb qolsa-chi yoki bo'ldi yana 1 yil cho'zib qo'ysa-mi, necha yil kontrakt yana 1 yil o'ynasa, undan keyin oyog'i tortib qolib, hani baribir yosh katta bo'lib, travma olib, endi boyitgan aytdi, bu ham odam edi, bu ham odam, robot emas bu ham. Vishi o'yinda o'ynayveradi, xato qiladi, o'ynayveradi, pas beradi, gol uradi. Mana boyasan unaqa tashlading o'zing. Bruno Tost necha 200 ta qancha pas berdi? Juda ham bir yetib bo'lmagan darajada pas beryapti, 200 ta pas-da. Hozir Karikoni Bruno'ni tasavvur qilmayman lekin. 200 ta golda qatnashgan. 200 ta golda qatnashib, 200 ta gol. Shu bilan birga men nimaga achinaman? Komol bilan ko'p gaplashamiz. Shu tema golda qatnash degani yarmi gol bo'lishi mumkin, yarmi pas bo'lishi. Komol bilan shu tema ko'p gaplashamiz. Bruno keldi Sportingdan, o'zini zo'r o'yinlarni ko'rsatdi, muxlislarning yoqimtoyiga aylandi, paslar berdi, gol urdi. Hech bir yutmadi-da. Yutmadi hech bir. To'g'rimi? O'sha Kubok Angliyaning hisobga olmasa, bir katta titul bilan yutmadi. Bir tonni uni ham tushunish kerak. Shunday o'yinchi umrini Unitedga bag'ishlab yuboryapti. Eng o'zini pik zo'r paytlarini Unitedga bag'ishlab yubordi. Masalan, Bavariyada, Cityda bo'lganda bu olardi-ku trofey. To'g'ri aka, bu hamma narsasi Brunoni Manchester United Titilni yaxshi ko'rish haqida gapiryapti-da. To'g'ri. Lekin Akmal o'sha Real ham payti kelganda Real ham so'radi. Transfer kelib qoldi hozir. Gapingni bo'ldim Akmal. Durgu ketdi 2 oyga. Bu degani aprelda keladi degani. 2,5 oymi, aprelda tushib keladi. Aprelda keladi. Ofitsialni eshitdik. Ano, to'g'ri, mana Komol ikkinchi marta shuni aytayapti. Aprelda. Endi худшем случае deydi. Aprelda tushib kelsa, bu degani mayda tugasa, siz oxirida o'sha Lidsga qarab tushar ekan. O'sha paytda oxirida yetib qolar ekan. Bizda hozir transfer oynasi yopilmagan, to'g'rimi? Ha. Sanchoni qator olsa bo'lmaydimi, Sancho gol urdi, Aston Villada. Arendada. Chapga qo'yadi. Akasi Karik o'shani o'ynayotgan esingizda bo'lsa, o'sha debyut qilganda Chelsiga gol urgan, Liverpoolga gol urgan, gol urgan. Sanchoni chaqirib o'ynatsa bo'lmaydimi sezon oxirigacha? Mayli shu. Ha? O'tiribdi-ku villada. Sanchoni qancha qarab, so'kib haydab yubordi. Yo'q, endi to'g'ri, Karik uni o'sha biz aytamiz-ku, Amarim bilan Ten Hag uni yomonlab so'kdi, biz ham qo'shib so'kdik, yomonladik, to'g'ri. Lekin agar vazmoz bo'lsa, balkim Karik unga nimadir dir balki quloqiga, o'may qara. Anglichaniku bir tushunsa kerak. Bir anonsini bilsa kerak, o'zbek tushungandek Sanchoni o'ynatib ko'rishsin balki. Va imkoniyat bersa, to'g'ri. Yo'q, boshqa variant qanaqa? Hammasi sotib olgan bo'lsa,
uni sotib yubordik, to'g'rimi? Antreni sotib yubordik. Rashfordni menimcha ololmasa kerak endi. Shu Barsada qotsin davomimiz shu yerda. Barsani o'zi bermasa kerak balki, bilmayman. O'sha variantlarni qarash kerak. Garachon sotdikmi? Garachon sotdik mana. Ha? Nima deydi, akbar? O'sha chap qanotni aldamchi harakatlar mana qilib tursa. Bu ham variant. Ko'zim yetmayapti. Yo'q, Bo'lib qolishi balki mumkindir, lekin ko'zim yetmayapti. Menimcha rahbariyatni o'zi ham Sanchoni qaytarib olib kelmasa kerak. Lekin nimaga unaqa davomli qiynalamiz? Agar Dorgo yo'q chap qanot o'zi ishlamasdi, umuman kam ishlaydi endi, domanda. Kunyo baribir chap qanot, kunyo chap juda ham to'g'ri. Ahmet berganimiz kunyo chapdan kelib o'rtaga qismni qiladi, mana bunaqa. Ha, o'ngga olib o'ynaydi-da, mana bunaqa chapdan kirib himoyachini 90 minut telatmaydi demoqchiman. Dorgo o'sha o'ng flangda kelmaydi Arsenalda, o'ng flangda. O'sha yerda Mount o'ynab bera olmaydimi? Mount o'ynay olib bera oladi, lekin Mount o'sha plashavkani oldida o'ynay oladi. Oldida o'ynaydi. Dorgo o'sha chopmaydi. Tushundim. Kopton sudramaydi. Kopton sudramaydi. Sudramaydi. O'sha ma'noda aytadimki, Dorgosiz qiynalamiz lekin. Realni qiynalamiz. Chunki to'g'ri Dorgoni ko'plab yomonladi bir paytlar, sotilsin dedi, o'xshamadi dedi. Mana ochiluvdi bola, ko'zda edi. 20 yosh ekan hali. 21. O'shanga qanaqa variantlar bor yani? O'sha chap muammo lekin bizda. Hozir to'g'ri Arsenal eforiyada hali ham o'sha endi emotsiyalar pastga tushgan bo'lsa ham muxlislar kutyapti. Mana hozir bo'lgan xabar qilsa hamma qo'lidan tablo tushdi. Dorgo chunki fantastik o'yindan keyin endi bu yoq nima bo'ladi? Va hali shunaqa gap yozayotganlar bor. Chempionlikka ham hoy. Shansimiz bo'lgandek qilyapti. Endi teatrga albatta mumkin, no endi matematik. Kechirasizlar. To'g'ri anaqa haqiqatga qarab yurish kerak ozgina. Fulham Downhilldan nima kutilmalaringiz bor? Fulhamga o'yingami? Fulham oldingi o'yin yutdi 1-0. Brighton yutdi shekilli. Natijalar o'zi hamma shunaqa-ku, 1-0, 2-0. O'zi Fulhamni mehmonda biz bu yil yaxshi o'ynagan edik. Ha, Bruno'ni gol olmagani Fulham bilan edi, penalti urdi. Penalti. Ha? Lekin Fulham oxirgi turda Brightonni urdi 2-1 ga. Shunaqa o'z hisoblari, 1-0, 2-1. Lekin Old Traffordda Fulham yutganini eslolmayman men hech qachon. Qachon yutdi Fulham Old Traffordda? Hech. Hozir bosaman. Ancha amr yutmaydi Fulham. Oxirgi turlarda Fulham Crystal Palace bilan 1-1, Liverpool bilan 1-1, Chelsea-ni 2-1 yutibdi. Middlesbroughga 3 ta uribdi. Leedsdan yebdi. Brighton'ni yutibdi. Yomonmas ekan-da. Tuxet. Premier Ligada shu Bruno urolmaganda 1-1. FA Cupda 1-1 keyin biz yutqizdik. Old Traffordda bo'ldi, kстати, o'sha o'yin, eslasanglar. Keyin mehmonda o'tgan mavsumda 1-0 yutqizibmiz, uyda 1-0 yutibmiz. Uyda yutamiz deb bularni o'shanga uyda qiynaladi, Old Trafford qiynaladi. Lekin 23-24 mavsumda uyda yutqizgan ekanmiz. Iwobi 97-minutda eslasanglar urib ketdi. Keyin hakmadi o'shanda amaliymi? 5-yil? Ten Hag. Bir narsa yana meni qilyapti, Fulham hozir biladi-yu, o'rtada kelayotganini. Qarayapti, bunda qarayapti. City'ni uryapti-yu komanda. Arsenal uryapti. Bir marta yutqizmagan. Nida, tip bo'lib Flamers'da mehmonda yutqizdi-yu, Flamers yutqizmagan edi. Uni ko'rib bilib kelyapti-yu Fulham. Oyoq qaltirash kerak. Oyoq qaltiraydi oyoq. Mana shuni mosh bor-ku, mosh o'sha o'tiradi-yu Fulham, mana shu moshni mana navieslardan mana sheshko olib ketish kerak-ku kaptonni. Baratanchi, boshqachasiga. Lekin Maguire bilan Licha bo'lsa, men bemalol aytaman, Fulhamga pachrab tashlasa kerak Fulham. Pachrabda tormor. Ana qaqshatma. Kim muxlislar so'radi, lekin qaqshatib qo'ydi. Kстати, Akmal topib qo'ydi, aytgan shotni prognoz qilgan Akmal topib qo'ydi. Malaka topsin, bu gal ham endi prognoz qilamiz, xudo xolasa. Men o'ylayman Fulhamda Amad bilan Beymona yana benefisi bo'ladi deb o'ylayman. Amad Beymona. Ha, shu ikkalovi mana shu aylantirsa kerak, chunki chapda o'sha qo'limiz yo'q bo'ladi, Dorgo yo'q bo'ladi-yu. O'sha ikkalovi shu 10 dan shu yorsa kerak. Va negadir Brunodan nimadir kutyapman Fulhamga qarshi. Men ham Sheshkoni kutyapman asosiy tarkibda. Men dubl Sheshko kutyapman.
Yo'q, mana shu narsa nimaga Yana bir yerini aytaman. aytayotganiga o'xshayapti-da. Sheshko nimaga dubl qilishi mumkin emas? Anaqa dubl qildi Vizda. Kimga o'zingiz dubl Men qildi? to'g'risi o'yin Old Traffordda bo'lgani uchun aytyapman. 3-0 yutamiz. Sheshkodan dubl, Bruno penaltidan gol uradi. Penalti kim ishlaydi? Bemo chalishadi. O'sha nimaga Sheshkoni akama biz bosh Sheshko to'g'risida gapirdik-ku, shan qo'shilgan gapimga nimaga Sheshko davomli chunki Fulham o'tirmagandan keyin Mbemo amatlarga joy yo'qdi, chop qochib ketishga joy bo'lmaydi, ular joyda turadi. O'shanga Sheshko joyida korpusda kallani skidga, naves, qochib ketish, korpusni qo'yishga ana o'shanda Sheshko ishlatish kerak. O'sha ключевой narsa bo'ladi Sheshko, o'sha past blok o'ynagan komandalarga qarshi. Fulhamlarni nuqtasidan ko'moldi. Yutishimiz kerak albatta. Bunday ikkita o'yindan keyin kayfiyat zo'r-ku, yutishimiz kerak, lekin gol qizg'amiz deb o'ylayman. O'tkazmasin, 0 ga o'ynasin. 0 ga o'ynagan payt ham kelish kerak-ku endi. Suxoy o'ynash kerak. Yutish kerak albatta. Ana bechora bola chochini tezroq oldiraylik, o'shani hozir 3 o'yin qoldi bunga. Ana Kunyani esdan chiqarish kerak emas. Kunyani sho'rokingiz aytdingiz-ku bu. O'yindan shu kechdan tushib o'zgartiradi. Siz ham постоянно aytardingiz-ku oldin bizga shuna o'yinchi yo'qonkada tushib o'yinni buzadi. Shu o'zgartirgan o'yin mana shu Kunya-da. Ha, to'g'ri. Olinga u pas berdi, gol urdik City bilan, keyin o'zi tiqib qo'ydi o'zi odam. Bu ham mayli, lekin u poliga tushishi bilan takticheskiy o'zida ishlayotgan follari qanaqa katta rol o'ynaydi. Birinchidan o'yinni raqib hujum qilayotgan ularni nastroyini buzadi. Karta ikkinchidan bizga foul ishlaydi, vaqtdan boshqa narsani. Uchinchidan bu foul bizga вообще hujum yaratadi-da, standartdan boshqasidan. Juda katta rol o'ynaydi ular ishlayotgan follari. Juda ham uncha odam foul ishlamaydi bizda asobiy United. Kunya birinchi o'rinlardan deb o'ylayman. Za счет texnika, boshqa. Shunga молодец. И hisob 2-1. Mana shu 2-1 beraman. Bemo, Kunya va Medan qora tanli o'yinchisi. Iwobi. 2-1 shot beraman. Boy yana qaytamiz. Boy yana Karikga ko'p aytadi, hali biz 100% uni anaqa qilmaymiz. Bo'ldi, Karikga hammasi yutadi degan gapni hali voqli yana. Voqli o'sha katta kanalda o'ynash boshqa, kichik kanalda o'ynash boshqa. Ko'raylik. Arsenal muxlislariga sabr. Manchester Unitedni g'alabali yurishlari bardavom bo'lsin. G'alabalari bo'rsan, biz ham mantiqqa kelib, xursand bo'lib, ularni maqtayveraylik. Sizlar bizlarni ko'ringlar. Hamma ko'rayotganlarga katta rahmat demoqchiman. Kimdan fikrlar bo'lsa yozinglar. Podpiska bosmaganlar podpiska bosinglar. Kommentariyalarda faol bo'linglar. Hammaga katta rahmat. Shohrux aka, tomondan. O'rtoqlar, yaxshi dam olinglar. Keyingi uchrashuvlarda ko'rinishguncha.